Bugun qisqacha ma'lumot berib o'tamiz akvalarimiz haqida. Bugungi kunda yasalayotgan Alta Plus profillarimiz tayyor bo'lgan. Hozirgi yasalaydigani Engelberg profilidan bo'lyapti. Antrasit rangdagi двойной mexanizmlari bor. Ikki yuzli fason bo'lyapti. Biri 40 ga, biri 60. Mana. Hammasi двойной mexanizm. Bu tomonda ham bor. Bu ramkadan 8 dona. Bular hali 100% tayyor bo'lgani yo'q. Rezinalar bosiladi. 3 qavat rezina bo'ladi. Mana bu tomondagi eshigimiz balkon profildan bo'lgan 11 santimetrlik baquvvat, juda ham baquvvat profildan yasalyapti. 4 tadan oshiq-moshiqlar qo'yilyapti. Ruchkalari baquvvat katta ruchkalardan qo'yilyapti mana. Sifat a'lo darajada bo'lyapti. Bundan tashqari mana MDF eshiklarimiz ham bor. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Akvalarni qo'yib bo'lgandan keyin MDFlarni ham qo'yib berishimiz mumkin. Har xil turdagi MDF eshiklar ham bor.